Hammaga assalomu alaykum. Bugun Cho'rtoq sanatoriyasi haqida gapirib beraman. Cho'rtoq sanatoriyasi Namangan viloyatida joylashgan. Bu sanatoriy 1949-yilda tashkil topgan. Sanatoriy turist o'ringa ega bo'lib, har yili 10 mingta kishini sog'ligini tiklab ketadi. Eng shifobaxsh hisoblagan Cho'rtoq mineral suvlari yer ustidan chiqadi. Yer ustidan qanday chiqsa, issiq holatda vanaga yetib keladi. Minerallar tarkibida yod, brom, radon, kaliy, magniy, kalsiy kabi 35 xil elementlariga mavjud. Surunkali poliartrit va har xil turdagi suyak kasalliklarini davolaydi. Bundan tashqari Cho'rtoq mineral suvlari oshqozon ichak, xolestistit, pilonefrit kasalliklarini davolashiga yordam beradi. Qisqasi barcha fizioterapevtik muolajalari bor. Davolash fizkulturasi, massaj, parafin ozokirib, ginekologiya kasalliklari, osob kasalliklari uchun igloterapiya, ozonoterapiya va undan boshqa muolajalari bor. 3 marta narxsiz taom berishadi. Har kuni kechqurun ko'ngil ochish konsert dasturlari bo'ladi. Qisqasi, Cho'rtoq sanatoriyasida go'zal tabiiy toza havo, juda ajoyib mazalar ham dam olishga, ham sog'likni tiklashga yordam beradi. Diqqatingiz uchun katta rahmat. Podpiskangiz uchun katta rahmat. Ko'rishguncha xayr. Kanalimga podpiska qilinglar. Cho'rtoq sanatoriyani telefon raqamlari va adresini videoni tagida yozaman. Sizga rahmat, sog' bo'linglar, xayr.